Tağdaşlar, Bostan Başlangıç Mektebi, yazlık lagerimiz hazır başlandı. Hazır geolog mutaxassisi Nicatni söz teklif kılaylı. Sağdaşlar, Şinjan əzəldən Qaşteşi altın makanı degan nomi bilan dunyoga mashhur. Altay teg'idan mo'l oltin, yaqut, oq chirimtal va har xil go'har toshlari chiqadi. Tangri teg'idan to'mir, mangan, ko'mir, oran, ranglik metallar chiqadi. Ko'inlon teg'idan toshpaxta, Qaşteşi, bilur, mis, qo'g'ishun, sinik qatorliqlar chiqadi. Tarim va Jung'ariyadan iborat ikki cho'ng o'ymonliqda mo'l nefit, ko'mir, tuz qatorliq kon mahsulotlari bor. Sharqiy va g'arbiy Jung'ariyadan xrom, oltin, mis, nikel chiqadi. Bizning bu qatimqi geolog yozliq lager etishimizdagi maqsadimiz sizlarni Şinjanning mo'l boyligiga nisbatan dastlabki tushunchaga ega qilish. Şotamda. Dadamның aytishicha Qaşteşi bekim pulga yaraydi ekan. Men cho'ng bo'lgandim shunda Qaşteşi da'vatda achaymikin deyman. Sen dadamning haqiqatan yaxshi bolasi-da. Bola degan dadning gapini anglamay kimning gapini anglaydi, a? Ey, milla. Hemen hozir. Bu ajab chiroyli. Qaranglar. Bularning hammasi Qaşteşidan yasalgan. Qarang ani, chiroyliqmikan? Bular nurg'ulg'an go'har, Qaşteşi konlaridan elingan avrishgan. Xotan Qaşteşi Altay yeşil göheri Jungo ve chet ellarda azaldilli mashhur. Muallim, oyoqni ko'rib boqaylik. Vali, qara. Xuddi Aqnovatning o'ziga. Jire, sen hech qachon qo'saqni unutib qolmaysan-jimi, ha? Aytlar, nima deyishyapsizlar? Jire, avrodini Aqnovat qo'shtyapti. Har biringlarning birdan alayligi bor. Nima alayligimiz bor? Sen qo'saqqa. Sen dadanga o'xshash pulga. O'zimchi. Men nimaga bırakkanman? Senchi, qizga amroq. Nim deyishyapsizlar? Men hech nima demadim. Nim dedinglar? U meni qo'saqqa amroq, buni pulga amroq davatdi. Meni cho'qin bir nim dedinglar. Senima? Olimjon amroq dedi. Ma'niri. Qoldi manimu? Mana bu Şinjanning har qaysi joylaridan chiqadigan kallarning avrishkisi. Buningda oltin, oq chirimtal, ko'mir, mangan qatorliqlar bor. Mana bu Kinilvar rodisi bo'lib, Xijingdan chiqadi. Bu asosan kimyo sanoatida ishlatildi. Ma'lum ovchi. Bu ko'rayotganinglar biril. Bu asosan davlat mudofaa sanoatida ishlatildi. Bu ashtuzi. Buni natriy va tuz kislotasi ishlashda ham ashar qilindi. Oq chirimtal elektr sanoati, metal tavlash, mashin sozliqda ishlatildi. Bu Altay tog'laridan chiqadi. Muallim ammasiga o'xshash turgan nima? Navatu. Bilur o'smirlari asosan aynaklarga, bo'lib bu oliy sifatli apparat va ko'z aynakning aynaklariga ishlatildi. Tabiatda nurg'ulg'an tog' jins minerallari bo'lib, qattiqligi cho'q, rangi ochiq. Muallim ochiq. U oltin. Asosan Altay, Chingil, Ko'kto'qaylardan chiqadi. Nurg'ulg'an rodalar go'zal hunar san'at buyumlarini yasashda muhim ham ashyo qilindi. Muallim rodlar nereden kelgan?
Baya Savaqtaş Ekrem rodularni nereden ip kelgen deb so'radi. Bu rodularning ba'zilarini tog'dan, ba'zilarini yer ostidan ip kelgan. O'xshamagan rayonlarda o'xshamagan rodular saqlanadi. Rodu tepishning usulimi ko'p bo'ladi. Asbab orqali topgandan boshqa o'simlik va hayvonotlarning alohida inkosi qarabmi rodu topqili bo'ladi. Şoň savaqtaşlar bu qitimqi lagerda o'simlik ham hayvonotlarning har xil inkosiga alohida diqqat qilishlari kerak. Har qandaq o'tcheplar ko'yganda odatda qizil rang chiqaradi. Biroq yumshoq anglik o't ko'yganda ko'k yalqin chiqaradi. Bu haqiqatan g'alati hodisa. Bu ahvol bizga yumshoq anglik o't o'sgan yerning ostida reaktivlik element yoki ro'da borligidan darak beradi. Masalan, Mali, bu o'tni nim deb ataymiz? qani qandaq Men bu o'tni zodili ko'rib boqmabdiman. bu o'tni paq yo'pirmoqlik o't deb ataymiz. Molim men ko'rib boqay. Akilaman ko'ray. Ko'rib bo'g'ichi. Ekileme kır bakay. Savaqdaşlar, paq yo'pirmoqlik o't o'sgan joyda seni qani bo'lishi mumkin. Aldirmanglar, tushunmaymanlar. O'xshamagan o'simliklar o'xshash bo'lmagan oziqlik talab qiladi. O'simliklarni tekshirish, analiz qilish orqali tuproqning tarkibini tushungil bo'ladi. Tuproqning tarkibi yer ostidagi ro'dalarning ahvolini inkos qilib beradi. Chaqaminglar. Adaş, bu taş altın bolup kalgan bolsa taz büyüp gidersin. Şöyle digine. Men bek yerip kettim. Çoğun olganda herkes yolu kadın bolmayma. Men hazır işlemni o'ylamdim. Biraz aram ilib olayli. Voy, buna yetibapti-ku. Ay, o'rninglardan turinglar-chi. Turinglar. Turay. Buni tutib tura. Buni menga qo'yib beringlar. Can, adaş, xorigingning ovozi nemandaq yuqori? Mening xorigimning ovozi yuqori bo'lmagan bo'lsa, uyqunglarni qochirg'ili bo'ladimi? Adaş, rastını etsam bek yerip gitipme. Bizi bir hikaye etpegin ha. Shundaqla adaş, bugün bir yo'l menga putimi bek og'rib ketdi. Vali, rodini chiqtapsaq bay bo'lamiz degan-tungu. Bay bo'lishni o'ylagan odam erishtin Sen qo'rqandi. nima deydigan sende? Bo'ldi. Men sizlarga botanik so'zlab beray. O'xshamagan rayonlarda o'xshamagan o'simliklar bo'ladi. O'xshamagan o'simliklar orasida o'xshamagan ro'dalar bo'ladi. Alam qiranglar. Jirolar berib qo'yli. Jirolar berib qo'yli. Savaqdaşlar, endi azroq aram elib, ko'ngli chiqsa qanday deysizlar?
Olimjon. Qara buni, g'alitni askan. Dunyodagi barliq sistemgacha hayvonlarning amchigi 4 bo'ladi. Nim deydigansa, nada undaq buludu? Tushunmayotsamsa, hili ko'sib qo'yay. Acaba bizning oydagi o'shkining amchigi shikkigo? Unda qiz antib sanab baqayli. Jurular. Jurun sanab Qaranglar buni. Ha, makilinglar. Qandoqki Olimjon, qanchamchiga olka sanab baqa? Ha? Hey bolalar makilinglar, mana 3 amchigi turdi-ku. Ha, sizmi ko'p baqayliqini? Kelinglar. Rost ushkan-ku. Rostli 3 amchigi turdi ya. Rost 3ga. Olimjon, sen 4 davatdan 3 turmamdi. Rost 3ga bizning oyninki ish ketdi. Hey balla, muallim bizga o'simlik va hayvonlarda alohida inkas bo'lsa, shu yerda ro'duba deganti. Bu yerda ro'du bo'lib qolmasa yana. Kelinglar ma'lumni istayli. Kelinglar ma'lumni istayli. Juringlar, tezroq mangayli. Minglarcha. Biz endi ro'du topdik. Davlat bizni mukofotlaydigan bo'ldi-da. Oldirib qo'shib ketma. Sen bilan bizga nima tiq kelmaydi. Uni Olimjon topgan tursa. Hey, chaqariq mangayli, muallim ketib qolmasa yana. Rost, tezroq mangayli. Ular ketib qolmasin. Aytira. Vali, nima qarab tursa, birini topdingmi? Yo'q, sening deganingni to'g'ri ekan. Bu inkasni Olimjon bayqagan. Biz yana uning kendimi nima qilamiz? Bizim o'zimiz bir narsa topmadik. Sen undoq degina ola. Hey, undaq dema. Biz uningdimi yaxshisini topamdik tehi. Emchigi va o'shkini sodili ko'rib boqmabdi ekanman. Ola oyatma nafasimiz bayqamaydi. Ular ko'rinmaydi-ku. Rost ko'rinmaydi-ku. Ular bilan nima qarimiz? Biz tezroq berib, lagerdagilarga deyli. Bo'ladi. Men o'ynab beray. Jiren, mangmaysan-ku? Men bu yerdan birini topdim. Kim topding? Ajoyib mogo. Ajoyib mogo. Qayerdan topding? Müşadan topdim. Mogoning yupurmig'i yumuloq bo'ladigan bu tuxum shakillikkan. Qara. Mehrga bo'lmasa yana. Sen qandoq bilsa? Dadam menga mehrgiyani beg'eran tuxum shaklda bo'ldi deganti. Mehrgiyani yigil bo'lamdi? Tatliqmi? Albatta yigil bo'ladi. Dadamchu buni yeganlar qerimaydi, yosh vaqtiga, bola vaqtiga kelib qoladi degan. Hey, chiqilma. Bu degan eliqi qosh tishidimi qimmatlik. Nima? Qosh tishidimi qimmatli? Vali, buni men avval topdim juma. Hey,
Bu belki Mihrigiya emas. Belkim o Mogo bo'lishi mumkin. Sen Mihrigiyanni tuxum shakillik bo'ladi deb atatsang, bu shuningga o'xshash turmamda qarab baqa? Dadamchu, Mihrigiyani siziqchilari, ushaq töyüşkçilari bo'ldi degan. Bu cho'qim Mogo. Jire. Vali, qarg'ina, siziqchilar turmamdi mana. Siziqchilar bo'lgan bilan töyüşkçilar bo'lmas bo'lmaydi. Töyüşkçilerim baka? Töyüşkçilar bo'lgan bilan beg'irang bo'lmas bo'lmaydi. Azaldili beg'irang kanqa mana. Ekle ko'ray. Yo'q. Mushundaq-ku, men mushundaq-ku. Ejepmi pixsiq nima ekansa, bo'ldi ko'maymi? Bu degan Mihrigiya tursa. Miyakile. Nim deysa? Bir ya Mihrigiya bo'lmasa, ya Mogo bo'lmasa, jire adash, ketayli, mana. Men Mihrigiya topima. Bu yer Mihrigiya nima ish qildi? Jire, ketayli. Mana. Jire, o'stan bo'yib borayli. Hey Jüre, sen bir yerde oturup ben berip yayılgan nerse tep geley, bulamda. Boladı. Vali, Mihrigiyan yigin olamdı, tatlık mı? Elbet yigini boldu de. Dadamçu, bu nigeller kırmaydı. Yaş vaktıga, bal vaktıga kep kaldı degendi. Bu o'chga g'ayri tabiiy yetilgan bo'lib, uning yegan o'ti ham ichgan suyida har xil mineralli moddalarning borlig'ini tushuntirib berdi. Demak, bu balvoqda ma'lum xildagi metallar bo'lishi mumkin. Buni darhol munosabatli biologiya o'rinlariga doklad qilaman. Kim oldu? Ha? Kim oldu deme? Ha? Müştem emmisin ben taptı. Karan baka, müştem emmisin Mihrigiya yine. Kim oldun deme? Çak kımıkına adaş. Sen kim oldun deme? Kim oldun? Kim oldun deme? Şıklavatsan bu. Kimi şıklaysa? Öktür gitme. Bu belvaqdagi alayda inkaslarga asoslanganda bu yerda cho'qim ro'di bo'lishi mumkin. Bu qitimqi faoliyat orqali o'quvchilarning irodasi mustahkamlandi. Bilimim oshdi. Bo'ron chapqinni beshidan o'tkazib, dunyodan xabardor bo'lish intayin ahamiyatli. Malim, Jüre sarang bo'lib qoldi. O o'staning bo'yida birdam yig'lab, birdam kulib odamni qo'rqitib o'tdi. Jüre ola, berib qarab boqayli. Jüre Malim. Bo'layli.
bir kunlik jiddiy qutqizish orqali asosan xatardan qutulib qoldi. Bu xil mogon yeganda odam ruhiy jihatdan jiddiylashib, chechilib qoladi. Xotirjam bo'linglar. Kasal necha kundan keyinla yaxshi bo'lib ketadi. Ansirmanglar. Rahmat sizga. Veli, mehriga lozim bo'lib qolmasa yana. Olimjon, bo'ldiqlar. İçişqa yeyib tutuşmaqına. Zəhərlik moğun mehriga divağa özənğo. Bo'ldiqlar. Olimjon, Veli buna chaqqan molim saqlab qoldi. Ha, rasma? Juronglar, Juronglar. Bugungi yig'inda Olimjon bilan Juratni taqdirlaydigan bo'pti. Meningmi töhfam bor-ku? Sening töhfang bor. Zəhərlik moğun mehriga deb yigizgan töhfang bor. Jurat o'zi yavagan tursa. Yazlık tatildeki Bostan Başlangıç Mektep Geologiyilik lager faaliyetimiz bugün müşahede ahırlaştı. Ben köpçülükке kişiler kalbini hayacanla saladığan haber yetkizmekçimen. Bu yerdeki ösümlükni ve gayri tabi ölçkini tekşirici arkalık bizning aslımızda az uçuraydigan metallarning bağlığı dastlabki qadamda bekitildi. Biz asıl işletken Olimjon bilan Juratga Munavvar o'smirlar degan sharaf non